boradigan joyni ko'rsatib, zikr no'nolitib, даже siz ham mazza ko'rasiz. Qarang, ochiladigan joy qani deydi-yu, ne qilasizda? Ochiladi o'zi, keyin-hamda qo'rqasiz, pullar qayerga yashirishni bilmay qolasiz. Mana shu zo'r joy topib qo'ydim. Mana shu kesagan pullar hisoblaysiz, ko'tarilib qo'yib qo'ysiz, keyin ham umuman ocha olmaydigan qizig'i. 616 zapas qod. Men panorama tomini qarang, uzunligini oxirigacha borganda. Voy, polniy alkantara. Ko'k rang sevadiganlar bormi? Chomni sevasiz. Ashuni bosorsiz bo'ladi. Mana bu yoqqa ochkingizni ham solib qo'ysangiz bo'ladi-yu, olib tachkilarni. Mana buni qarang. Zikr 00 shunaqa chiroyli qilib ishlangan xrustalniy faralari ham bor. O eng qizig'i. 308 raqamingizni taqib ketaverasiz, polniy 360 kameralari bor. Voy, mana bu yerda ham kamera, bu yerda ham kamera, 360 polniyda akalar. Endi salonni qarang. Bezramочный oyna polностью kutib olasiz. Mana qarang, bokovoylarni qarang. Slipozy zonalari ham bor avtomobilimizda. Avtomobilimiz polniy bron bo'lgan. Hali trendlar ko'rganmisiz? Yosh bola polniy kraskani olib chiqib turib, mashinani so'radi. Endi bemalol olib mashinani bosaverasiz. Orqa saloniga o'tadigan bo'lsa, orqa salonlarni qarang. Mazza juda kengina. Qarang, videoda shunaqa keng ko'rinyaptimi? Hayotda ham xuddi shunaqa. Mana buni qarang, podsvetkalari ham juda chiroyli. Zikr Sound degan akustika sistemalari ham bor. Mana shu Zikr degan yozuviga hamma mazza qilsa kerak. Mana buni qarang. Ne qilasiz? Bagajini qarang, ochilishini. Даже qo'shimchasiga zaratchini ham qo'shib berishadi. Bunga polniy chamadan ham sig'ib ketaveradi. Xohlasangiz mana sig'ib ketaveraman, hoji aka. Lekin gap yo'q. O'zi yopiladi eng qizi. Qarang, bagaj ham noodatiy qilib ishlangan. Bu mashinani bosorganingizdan keyin shunaqa tez yurasiz bilaman. Endi tormozni bosganingizdan keyin yaxshi balon kerak-yu. Qarang, Michelin balon o'zi shunaqa tezlik uchun yasalgan. Bundan bir palon pul turadi. $500 turadi akalar. Endi narxiga keladigan bo'lsa, strochniga $34,000 bosorsanglar bo'ladi. Like-chani bossizmi ish qilib? Ha, aytgancha bu mashinangizni 24-yil atiga 24 ming yurgan. Kraskalar toptasiz. Bosorish kerak.